Mana qarmoq magazin. Ov uchun nima kerakli bo'lsa, hammasi shu yerdan topiladi. Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar, amalan yaxshimisizlar? Bugun yana baliq ovga chiqish niyati bor, shuning uchun qarmoq magazinga keldik. Xohlasa yem tayyorlash uchun mana qizil suvdan bitta olib olamiz. Bugungi yemimiz mana shu suvdan tayyorlab inshaalloh ov qilamiz. Baliq ov ishqibozlari, mana men baliq ovlayotgan joyimizga yetib keldim. Xuddi shu o'tgan safar ovlagan joyimga tushdim yana. Sababi, bu yerga tushishim sababi, bu zovur yo'ldan o'ta chuqurda joylashgan mana. Yo'l rosa tepada. Mana shu tomonga tushish men uchun sal osonroq. Mana shu joyga yo'l borligi uchun shu joyga tushdim. Boshqa joylarga tushishga sal sog'lig'imda muammo borligi uchun osongina mana shu joyga tushib qo'ya qoldim. Xuddi o'tgan safargidek yana qizil xamir tayyorlab olganman. Mana qizil xamirimiz. O'sha buxonka bilan oddiy o'sha 5000 so'm turadigan suv, qizil suv. Bu yerda sazan balig'i ko'p ekan, shuning uchun xamirdan foydalanishga qaror qildim. Ikkinchi qarmog'imni ham tayyorlab tashlab qo'ydim. Hozircha jimjitlik. Hop, bizda paklyovka bor do'stlar. Paklyovka. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi natijamiz. Silyotga baliq ekan, kattaroq. Obunachilarimiz, bizni kuzatayotgan do'stlarimiz aytishdi. O'tgan safar ushlagan baliqlarimiz o'ta mayda baliqlar, nima qilasiz, olib ketib. Haqiqatan u baliqlarni men qo'yib yuborishim kerak edi. Bu safar inshaalloh kattasini ushlashga olib ketamiz, maydalarini qo'yib yuboramiz. Bizni kuzatayotgan do'stlar, nimaki savollaring bo'lsa, fikrlaring bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Agar kamchiliklar bo'lsa, aytinglar, uni ham to'g'rilaymiz. Bizda paklyovka. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Baliq bor. Unchalik katta bo'lmasa ham, sazan balig'i. Chiqarib olishga harakat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kelaver. Jonivor. Do'stlar. Unchalik katta bo'lmasa ham bor. Mana do'stlar, hozirgi baliq. Ikki soptiramiz. Qarmoqni yemlab, hozir yana tashlab qo'yaman. Do'stlar, bizdan albatta paklyovka. Bismillahirrohmanirrohim. Menimcha ilindi. Yo'q, chiqib ketdi. Yo'q, bor ekan. Silyotka balig'i. Mashlar yeb zeriktiryapti. Do'stlar, baliq ovimiz davom etyapti. Bizda paklyovkalar bor. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidamiz. Bu zovurga kelishimiz sababi, bu zovur o'sha baliq boqadigan ko'llarda tashlamalari shu zovurga ulangan. Bu zovurda katta baliqlar bor, ko'rganmiz ko'zimiz bilan. O'shalarni ushlash niyatida yuramiz doim. Hop, paklyovka bor. Bor. Bismillahirrohmanirrohim. Hop, do'stlar, baliq bor. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta tortib chiqarib olaman. Ana chiqdi. Bismillah. Mana do'stlar. Shetkiga solib turamiz. Do'stlar, bizda paklyovka bor. O'z tortib ko'raman. Bismillah. Baliq. Ancha dadil bunisi. Nimalar? Shu. Shop turib chiqarib olaylik. Shoshilmay. Kechki natijalar. Yaxshi, kattasi ekan ama. Katta yo'qada?
Oo, katta. Katta, sekin. Shoshilma. Sekin. Bismillah. O katta ekan. Oh, Qullov bo'lsin. kechga o'ramiz. Qullov bo'lsin. Ovchilar uchun maxsus. Do'stlar, shu bilan bugungi ovimizni tugatamiz. Sababi yomg'ir yog'yordi. Kech kirib qoldi kun ancha. To'g'risi hozir natijalar bilan tanishtiramiz. Natijalar mana Do'stlar, bugungi natijalar. Bunaqa ko'p emas. Bizni kuzatib borgan do'stlarimiz, obunachilarimiz bizga aytishdi, kichkina baliqni nima qilasiz deb. Haqiqatan bizga bular kerak emas. Bular qo'yib yuboramiz. Mana bular qo'yib yuboramiz. katta bo'lib turadi. Ha, keyin kelishimizga katta bo'lib turadi. Mana bittani olib olaman, sababi bugun charchoqlar chiqarishim kerak. Malades. To'g'ri deb bugun charchoqlar chiqaraman. Omadingiz bersin. Rahmat. Obunachilaringiz uchun obuna bo'linglar, like bosib videoni tarqatinglar. joylar ham o'ta go'zal. Joylar yaxshi.